Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyimizle başlayımız. Bugün günü şembe. Çislağa 1. ayının 21. günü. Sizlerge ma'lum bolgandek tünügün 1. ayının 20. günü Amerika'da yeni saylangan Prezident Trump efendi dağduguluk murasim ötküzüp Amerika halkı qasam berip Prezident Trump sarayga kirdi. Şu münasibetle bugün biz Prezident Trump'ın sözlügen nutqını vatandaşlara yetkizimiz. Mavzu mundaq. Prezident Trump'ın vazif tapşırıp eliş murasimida sözlügen nutqı. Bütün teksiti. Mavzulu xabar 1. ayının 21. günü Amerika Avazının Xitay til programması e'lon qilindi. Bu nutqning to'liq teksiti tuvandikcha. Amerika'nın yeni prezidenti Donald Trump Cuma günü, yani 1. ayının 20. günü qasam berip vazifege o'ltirdi hem de nutq so'zladi. Qonun amaldori Roberts, Prezident Carter, Prezident Clinton, Prezident Bush, Prezident Obama, Amerikalı qarindoshlar va butun dunyo xalqi rahmat sizlarga deb nutqini boshladi Prezident Trump. Biz Amerikaliklar hozir bir niyatga keldik. Biz davlatimizni tirishib gullandiramiz. Davlatning butkul fuqarolarga bergan va'dasini ishga oshiramiz. Biz cho'qim Amerikaning ve dünyanın bundan keyingi yüzlenişini belgilaymiz. Dikkat vatandaşım. Biz çoğum Amerika'nın ve dünyanın bundan keyingi yüzlenişini belgilaymiz. Biz Hristiyanlara doç kelimiz. Hristiyanı karşı alımız. Lekin biz nişanımızga çoğum yetimiz. Her bir 4 yıl ötkende biz hemimiz bu pellenpel peştaklığa toplanıp tertiplik ve asayişlik içinde hukuk ötküzüp biriş ve hukuk ötküzüp eliş işini tamamlayımız. Biz Prezident Obama'ga ve 1. Hanım Michelle Hanım'a rahmet eytimiz. Prezident Obama'nın bu jarayonda bergen mertlerce yardımıga rahmet eytimiz. Ular qaltis kişilerdir. Bilimiz ki bugünkü murasim intayin mühim ehmiyetga ega. Çünkü bugün biz bu yerde hukukni bir qarorliq hükümetning qo'lidan elib, ikkinchi qarorliq hükümetning qo'liga topshirib beribli qolmay, shundaqli hukukni bir partiyaning qo'lidan ikkinchi partiya o'tkazib elibli qolmay, bugün biz hukukni Washingtondan sizlarga Amerika xalqi sizlarga topshiramiz. Uzundan beri bizning poytaxtimiz Washingtondagi bir qism kishilar hukumatdan yaxshilikqa erishdi, foydaliq erishdi. Bunun jafosini xalq hoddiga oldi. Washington gullandi, rivojlandi. Lekin xalq har qanday yaxshilikqa erisholmadi. Siyosatvozlar taraqqiy qildi, boy bo'ldi. Lekin ish o'rni eqib ketdi. Zavodlar taqaldi. Allaqachon manfaatga erishganlar o'zining manfaatini qo'g'didi. Lekin davlat fuqarolarimizni qo'g'dimadi. Ularning g'albisi sizlarning g'albanglar bo'lolmay qoldi, Amerikaliklar. Ularning muvaffaqiyatlari sizlarning muvaffaqiyatinglar bo'lolmadi. Ular poytaxtimiz Washingtonda g'albalarni tabriklayotganda bizning mamlakatimizning har qaysi joylarida qiyin kunlarni o'tkazayotgan oilalarga tabriklaydigan bir ish bo'lmadi. Bularning hammasi bugun o'zgardi. Bugun mushu yerda, bugun mushu daqiqada sizlarning o'zgargan davringlar boshlandi. Bu davr sizlarga mansub. Bu davr bugün bu murosima kelgan her bir Amerikalik kishiga mansub. Bütün memlekatda mushu daqiqada bu murosimni ko'rayotgan barliq kishilarga mansub. Bu kunlar sizlarning kuninglardir.
Bu günler sizlerning bayram gününglardir. Bayram gününglardir. Bu devlet Amerika Qo'shma Shtatlari sizlarning davlatinglardir. Qaysi partiya hukumatni tizginlaydi? Bu muhim masala emas. Balki bizning hukumatimizni xalq tizginlamdi yo'q. Bu muhim masaladir. 2017-yili 1-oyning 20-kuni xalq yana bir qatim bu davlatning taqdirini belgilaydigan bir kun bo'lib tarixga yoziladi. Bizning davlatimizda unutilib ketgan o'g'il qizlarimiz endi unutilmaydi. Her bir odam sizlarning ovozingizga quloq soladi. Sizlar milyonlagan kishilar bugun bu yerga kelib, dunyo tarixida misli ko'rilmagan tarixiy daqiqalarga qatnashding. Bu bir meydan hareketning markazida negizlik bir iddia turibdi. O bo'lsa-mu davlatning mavjudligi xalqqa xizmat qilish uchundir. Amerikaliklar ballarga bir yaxshi maktab bo'lishini umid qiladi. Yaxshi bir o'ltiraq rayonida uyi bo'lishini arzu qiladi. Yaxshi bir xizmat o'rni bo'lishni arzu qiladi. Bu albatta har bir munavvar grajdanda bo'lishga tegishli muvofiq talablardir. Lekin ko'plagan grajdanlarimiz oldida turgani boshqa bir reallik. Analar, balalar shahar rayonlarida nomrodlikqa tushib qoldi. Tashlab etilgan zabotlar xuddi qabristonlikdagi xotira tashlaridek butun mamlakatning har qaysi joylarida tashlanib turibdi. Ma'rif sistemalarida pul yetarlik bo'lsa-mu, lekin bizning yosh, suyumlik o'quvchilarimiz bilimga erisholmadi. Jinoyat sodir qilish, guruhvozlik va zahar chekish ularning hayotini elib ketdi. Devletimizden tehi cari kıldırılmayan köpligen yoşurun iktidarını elip gitti. Devamını anlayışıyla vatandaşım.